Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Juma kuni muborak bo'lsa hammalarga. Qaranglar, shunaqangi bahoriy havo, shunaqangi zo'r, mazza. Xudoga shukr, paltolarni kiyimlardan yechdik, piyozli kiyimlardan qutuldik endi. Nimalar bilan bandsizlar? Ertaga yana shanba ekan, dam olish kunlari. Yana keldi. Bugun bizlarni iftorlikka chaqirishdi. Kimga borar ekanmiz, kim biladi? Topolislam. Qayerga qo'ysangiz ular yo'l olishdi. O'zi roza tutsak qayerda? Oila davrasida iftorlik qilishni juda ham sog'inamiz. Ikkalamiz qilib o'tiramiz, lekin ilish ba'zida ikkamiz kelganda birga qilamiz. Qolgan payt sog'inch bo'ladi, oila davrasini sog'inamiz. Bugun esa bizlarni iftorlikni bugun yana oila davrasida qilamiz. Yaqinlarimiz bilan birga. Tafsili degan umiddamiz. Ko'z yoshim chiqib